Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Rossalar iflos inson ekansan, shahla bo'ldi qiyimchi o'zingni oppoq ko'rsatib xalq oldida orqadan qilib yurgan ishlaringni ham aytib chiq profilingda. Muncha unaqa iflos insonsan. Bugun ozgina ishlari bitta bo'lsin, Feruzdani ham xudo xohlasa o'zining joylaringga soladi agar bugundan boshlab. Oldi voy baxtli bo'lsa, baxtliman. Voy ikkalasi mos bir-biriga, meni hayotimdan chiqib ketsa bo'ldi. Endi gapirmang unaqa bunaqa. Sen kimsanki birodarning hayotini buzaverasan, baxtli yashab turgan odamni ko'ra olmaydigan darajada shunaqa iflos pastot insonmisan? Ozgina o'zimga kiyib olay, mana bugun ozgina yaxshiman, xudo xohlasa cho'milib sal o'zimga kiyib olay. Dodingni beraman, to'xtab turgin. Bor yozib bergan ishlaring nima bo'ldi? Qilmayaptimi, hech kim qaramayaptimi? Turking bilan baxtli bo'lib yashab yuraver. Rosa sikki vorar ekansan, rosa sikki vorar ekansan, bo'ldi qilgan, muncha aminga shapatlab urding. Sen bilan bo'lmaydi boshqa. Uylandi, xotini bor, qo'ygin endi.